Block level nima? Block level agarda bizning HTML elementlarimiz hech qanday ularga uslub berilishi, stil berilishidan oldin hech qanday berilmasdan turib, ular bitta qatorni boshdan oxirigacha egallaydigan bo'lsa, bular block level elementlar hisoblanadi. Misol uchun h1 lar, misol uchun title ning turlari h1, h2, misol uchun h1, h2, h3 lar yoki bo'lmasam paragraf taglari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam section taglari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam unordered listlar, list itemlar, bularning hammasi block level deyiladi. Ya'ni ular qancha joy qolishidan qat'iy nazar, ulardan oldin yoki ulardan keyin ular bitta qatorni to'lig'icha egallaydi. Xo'p, ana endi inline level elementlar nima? Inline level elementlarda odatda hech qanday inline level element bo'lmaydigan bo'lsa, birinchisi bo'ladigan bo'lsa, u qatorni boshida keladi. Yangi qatordan joy oladida, uning ichidagi kontenti, misol uchun tekst bo'lishi mumkin yoki rasm bo'lishi mumkin, uning hajmi qancha, uning kengligi qancha joy bo'ladigan bo'lsa, ana shu kontentga yarasha joyni egallaydi xolos. Misol uchun u kontentning kengligi 100 piksel bo'ladigan bo'lsa, ana shu 100 pikselga yarasha joyni egallaydi va qolgan joyni egallamaydi. Uni chegarasi ana shu joyda to'xtaydi. Agarda undan keyin yana bitta inline level element keladigan bo'lsa va u mana shu birinchi inline level element va ikkinchisi mana bu ekranning kengligiga sig'adigan bo'lsa, uni yoniga qo'shilib, uni yonidan joy oladi. Va ikkinchi elementning ham kengligi qancha bo'ladigan bo'lsa, ichidagi kontentning kengligi ana shunga yarasha joyni oladi. Agar uchinchi undan keyingi inline level elementga joy yetadigan bo'lsa, u ham tepaga chiqadida uchinchi joyni egallaydi. Mana shu birinchi qatordagi uchinchi joyni egallaydi. Bularning inline level elementlarning chegarasi bu mana shu qatorning kengligiga nechta inline level element sig'adigan bo'lsa, ularning ichidagi kontentlari, boshqalari hammasi mana shu bitta qatorga nechta sig'adigan bo'lsa, mana shuncha qabul qilinadi. Agarda sig'maydigan bo'lsa, keyingi qatordan davom ettirib ketadi.